Xabaringiz bor, Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 6-may kunidagi 296-son qaroriga ko'ra, haydovchilar tomonidan sodir etilgan yo'l harakati qoidabuzarligi uchun jarima ballarining miqdorlari belgilandi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 128 moddasining 1-qismiga ko'ra, transport vositalari haydovchilarining belgilangan harakat tezligini soatiga 20 km dan ko'p bo'lmagan kattalikda oshirib yuborishi uchun 0,5 jarima balli hamda bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravari miqdorida jarima belgilandi. Ushbu moddaning 2-qismiga ko'ra 20 km dan ortiq, lekin 40 km dan ko'p bo'lmagan kattalikda oshirib yuborish uchun 1 jarima balli hamda bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida jarima belgilandi. 3-qismiga ko'ra soatiga 40 km dan ortiq, lekin 60 km dan ko'p bo'lmagan kattalikda oshirib yuborish uchun 1,5 jarima balli va bazaviy hisoblash miqdorining 9 baravari miqdorida jarima mavjud. Ushbu moddaning 4-qismida esa soatiga 60 km dan ortiq kattalikda oshirib yuborish uchun 2 jarima balli va bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravari miqdorida jarima belgilandi. Jarima ballari haydovchilarga nisbatan faqat Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan rasmiylashtirilgan ma'muriy bayonnomalar bo'yicha qabul qilingan qarorlar asosida hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, jarima ballari hisoblash 2025-yil 1-iyundan boshlab amal qiladi.